Hammaga salom. Endi bugun sizlar bilan meni eng sevgan mahsulotlarimdan biri bu siroklarni yeb ko'rish. Ya'ni siroklarni juda ham sevaman. Shuning uchun har xilini yeb ko'rganman, zo'rlarini ham yeb ko'rganman. Rizlarni pastroqlarida ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Endi Musaffoniki Engil degan, Engil ili Y deyishmoqchi bo'lishganmi, tushunmam, Engil degan nashaqa siroklar chiqqan ekan. 5000 ga yaqin, 4000 yana pluslari bor. Baraka marketdan oldim buni ham. Siroklari, ko'rinishlari yaxshi, bu halol, tabiiy mahsulot deb yozilgan. Bittasi vanilli, bittasi qulub nonli. Endi ochib ko'ramiz sizlar bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bunaqa batonchik ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'rlarni yeb qo'yganinglardan keyin unaqa pastrog'i unchalik sezilmaydi, mazasi shunaqa tuyuldi-da. Lekin narxiga yarasha deb o'ylayman. Ozgina quruqroq ekan. Mana. Ichida jemi bor. Friterni shirin emas. Endi vanilnisini yeb ko'ramiz. Mana. Ko'rinishi bismillahirrohmanirrohim. Vanilnisi menga ko'proq yoqdi nimagadir. Marisa mevali hamma narsa nima bo'lsa mevali tanlayman men. Shokoladnidan ko'ra. Lekin vanilnisi zo'r ekan. Mana zo'r ekan. Vanilnisini. Puliga menimcha juda ham yaxshi mahsulot deb o'ylayman. Menga yoqdi. Tag yana kruasanlarga o'xshab meni yeb tashamanglar, puliga yarashadi edi. Puliga arzirkan, rostdan. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha, bay bay.